Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana yana Faberlikdan yana bitta zakazimiz keldi. Bugungi videomiz qisqacha bo'ladi. Mana shu chekimiz 253 so'mlik bo'lgan. Tak. Tavaro atirimiz. Zubnoy shotkamiz. Zubnoy pastamga mos bitta zubnoy shotkamga mos bitta zubnoy pasta va katalogimizda shunaqa kollagen O2 mahsulotlarini 60% skidka edi o'tgan katalogda. O'shaning uchun o'zim uchun nabor zakaz qildim. Ko'z atrofi uchun krem, sivorotkasi, nochnoy krem, dnevnoy krem va toneri bor. Hozir sizlar bilan Tavaroni raspakovka qilib ko'ramiz. Mana Tavaro atirinimizni ochib oldim. Buni o'g'lim uchun zakaz qilgandim. Mana Celsius atirini ishlatib tugatdi o'g'lim 30 mglik. Bu 100 mglik Tavaro. Hozir katalogda skidka bo'yicha kelgani uchun zakaz qiluvdim. Mana 100 mg for him. Bu o'g'lim uchun. O'g'lim 5 yosh. Bilmayman, hidini hidlab ko'rmaganman. Hozir ko'ramiz. Hidi prosta bomba ekan, vobshem zo'r. Murskoy, haqiqiy murskoy atir. Zo'r ekan, qizlar maslahat beramiz, olib qo'yinglar. Tavaro skidka bilan kelgandi. 100 so'monga kelgan. 100 so'mon o'zbek so'miga hozir 130 ming bo'ladi. Bu o'tgan katalog, hozir dushanbadan yangi katalog boshlandi. O'zimga hozir tishga borayotgan yumshoq zubnoy shotka aytganman mana. Zubnoy pasta здоровье jo'shin milklari ham davolab berar ekan, защита immuniteta. Mana shunga ikkalasidan zakaz qildim. Hammasi o'zim uchun. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Yaxshi qolinglar.